76. O'dg'irmishning kesal bo'lib o'gdilmishni chaqirganligi aytiladi. Kunlarning bir kuni kechida o'gdilmish amdili bosh qo'yib yotay deb turadi. Darvoza oldida ovoz anglandi. Biri unlik chaqirdi. O'gdilmish darhol odam avatib qarab baq dedi. Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi qarab kelib dedi. Bir kishi turdi, so'zim bor, ko'rishatdim deb ijozat so'rayotdi. O'gdilmishning xizmatchiga savoli. O'gdilmish yana dedi, berib so'ra. Nima so'zi bor ekan, nima deydi? O'zi kimkan? Xizmatchining xabarchiga savoli. Xizmatchi yana chiqib xabarchidan nadin kelganligini, tilikini va o'zining kim ekanligini so'radi. Xabarchining xizmatchiga javobi. Bu odam dedi. Meni o'dg'irmish avatdi. So'zim bor. Uning qirindishini ko'ray. Qani? Xizmatchining o'gdilmishga javobi. Xizmatchi uqib qaytib kirdi. Xabarchining nima deganligini aytdi. Qirindishining ish bilan avatganligini dedi. O'gdilmishning xabarchiga savoli. O'gdilmish darhol o'rnidan turib uningga yo'l berdi. Bu odam uyga kirib uningga salom qildi. O'gdilmish qayerdan kelding deb so'radi. Tiliking nima? So'zingni ayt, ey dona dedi. Xabarchining o'gdilmishga javobi. U dedi. Meni o'dg'irmish avatdi. Seni kelib menga bir yo'liqsin dedi. Ahvoli ig'irlashdi, hasrat chekib yotadi. Uningga bir yo'liqqin, ey dili yaqin. O'gdilmishning xabarchiga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Kel, bir narsa yegin, ondan billa borayli. Xabarchining o'gdilmishga javobi. Xabarchi unimidi va dedi. Qirindishingning ahvoli yomonroq, ey bilimli kim, ketib qoladigandek turadi. Men sendan avvalroq boray. Sen oldirmay orqamdan bag'in, ey xushbeil. Xabarchi darvoza oldidan tez uyiga qaytdi. O'gdilmish hayron bo'lib qo'llarini uvulab qoldi. O'rnidan turib qayg'uli qoldi, uyiga kirdi. Xushalliqi yo'qoldi, hasrati ulg'aydi. Biroz yetib baqdi, uyqusi kelmadi. Bir kecha bir yildek uzab ketdi, yotolmadi. Uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumgan edi, uyqusi qochdi, ko'zidan uyqu yiroqlashdi. Yana o'rnidan turib uzun o'ltirdi. Oltin tong etish uchun o'q yosini batladi. Chimanzorda bulbul xush ovoz bilan sayridi. Ishq ahllari anglab ko'ngli hayajonlandi. O'gdilmish etini minib qerindishi tarafga mangdi. Ichkariga kirib qo'l yuzini so'yib ko'rishdi. Qerindishiga qaradi. Putini uzitib yetibdi. Chopinini to'shak, yengini yostiq qilibdi. O'gdilmishning o'dg'irmishga savoli. O'gdilmish so'radi. Sana nim bo'ldi, ey qarindosh? Seni ko'ribli ko'nglim bir aram bo'ldi. O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi. O'dg'irmish aytdi. Ey qarindishim, yo'lim ko'rinib qoldi. O'lim tutqoqlikka tutdi. Ketib qoladigandek qilaman. Sening yuzingni bir ko'ray deb, seni avora qilib bu yerga chaqirdim. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Ey jinim, inson hayotla bo'lsa, kasalga giribtor bo'lib turadi. Ko'nglingni yomon qilma, tilingni yig'. Kasallik gunohga kaforat bo'ladi. Bilimlik so'zi nima deydi, angla. Bilim ko'ngilning chang to'zingini tozalug'ichidir. Qara, kasal sen uchun gunohga kaforatdir. Gunohsiz kishi kim? Menga aytib bergunchu. Kishi og'risa, barcha gunohlari to'kiladi. Gunohlari to'kilsa, kishi qutlug' bo'ladi, ey palvon. Barcha kishilar ozdir ko'pdir gunoh qiladi. Gunohsiz kishi bu dunyoda oz uchraydi. Kesaling yaxshi bo'la, esan bo'lasan. Gunohlaring tozalanib, savobga ega bo'lasan. Nemishqa eg'zingdan noxush so'zlarni chiqarasan? O'lishingni qandoq bilding, ey ko'ngli tuz? O'dg'irmishning o'gdilmishga javobi.
Odg'urmish javob berib dedi. Buning sababi shuki, o'limimni Rabbim tushimda ayon qildi. Ko'rgan tushimdan menga ro'shan bo'ldi. O'limim men uchun tushunishlik bo'ldi, ey palvon. Xudo yaxshi yomonlikni qazoni bildirmoqchi bo'lsa, uyquda yotganda tushida ayon qiladi. O'gdilmishning odg'urmishga javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Bu so'z ancha yaxshi emas, ey ko'ngli tuz. Kishi kasal bo'lish bilan o'ladigan bo'lsa, yer yuzida tirik odam qolmagan bo'lar edi. Odam bolasi tirikkan, kasal bilan og'riydi. Har bir kasal o'lim bilan hayot yiltizini kesmaydi. Odam yetib uxlasa tush ko'radi. Uni o'rguvchilar yaxshilikqa qaratib ta'bir beradi.